Assalomu alaykum do'stlar. Mana endi bitta obyektimiz yakuniga yetmoqda. Stanovka jarayonidamiz. Jalaquduq Do'stlik mahallasida. Hop. Yana 14 metr, uzuni 20 metr. Shivillardan mana to'sinlarimiz ham shivillar bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Garantiyasi bilan qilib beramiz, xudo xolasa. Ustagalarimiz mana ustanovka jarayonida. Ba'zi bir bolalar qorachigini qizlarga oqqani taqsa, suvarchilar oila boqqani taqishadi. Eng muhimi halol ishlab soqqani qilishyapti. O'zimiz yurtimizda musofir yurtlarda mehnat qilishyapti. Omad temirni qo'lga o'rgatyapsizlar. Oddiy metaldan panjara, tom, nimada soqqa bo'lsa qilyapsizlar. Agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bitta akani nomerini, profilini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Suvarchi akalar, soqqani uringlar. Hop. Qo'ymasizmi? Mana estik silib chiqaradigan apparat. Ketdi. Hı, 20 metr bestik. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana keyingi obyektimiz ham bitta, xudo xohlasa. Ish yakun jarayonidamiz, xudo xohlasa. Shu obyektimiz 14 ga 19 joyimiz, xudo xohlasa bitta. Tunukalarni, xudo xohlasa mana ish oz qoldi, ishni yakunlanish jarayoniga yetib keldik. Hozir tom tepasidan chiqib sizlarga avzorini qilyapman. Hozir pastda shu fonning pastdan bitgan joylarni ko'rsataman. Xudo xolasa bog'da oldida mana yashnagin keladi. Malovoy gilos fonning. Ustagalarimiz mana ishlar. Ustaka, qo'lni ko'tarib qo'ying endi obunachilar uchun. Ustaga azatda ishlayapti. Birov bilan gaplashmay. Kimdandir xapami bilmayman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.